Assalomu alaykum, kuninglar xayrli o'tsin. Mana bugungi ishlarimizni boshlab olganmiz. Bugungi ishlarimizdan hozir sizlarga bir neobычный bitta kvars tosh ko'rsataman. Va shu gullari chiroyli chiqadi. Xo'p berasizlar, ko'rasizlarmi? Mana afshibga stemnilarni ham qilib berganmiz. Hammasi tosh bilan mana qalinligi 2 sm bo'ladi toshimizni. Gullarni qarang, chiroyli chiqadi-da bu. Yuzga qilib qo'ysangiz, kelgan odam faqat tosh qarab tomosha qilib o'tiradi-da. Mana ko'rasizlarmi? Gullarni bir-biriga kelishini ko'rasizlarmi? Oldiga ham tushadi mana. Bu yoq o'ng tarafga ham stenli tosh qilib berganmiz. Ko'rib turibsizlar. Juda ham neobычный chiqadi bu ham. O'rtamizda astrok. Astrok kuxnyamiz hali batamom bitmagan, montaj ishlari davom etyapti. O'shani hisobiga sizlarga obzor qilib beraman shu narsani. Biz hozir sanuzellarga ham tosh qilib berishimiz kerak. Hozir ikkinchi xona bor, 3-chi, 4-chi xonalar ham bor. Shu xonalarga biz sanuzellarga toshlar qilib beramiz. Xudo xolasa qiziqarli bo'ladi.